Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, savolim badiiy romanlar o'qish haqida edi. Ishqiy romanlar lag'u emas. Ayniqsa da'vat ahli o'qishi kerak. Da'vatda kuchli so'zlar va tasvirlashni kuchaytirish uchun deyishyapti. Siz ham badiiy asarlar, romanlar o'qiganmisiz debdilar. Bu narsa ikki xil bo'ladi. Ya'ni so'zda odam ravon gapira olishligi o'zini tilida va o'rniga topib misollar, maqollar keltira olishligi. Birinchisi tug'ma Alloh beradigan bir qobiliyat, iste'dod insondagi. Bu narsa bir nasl suradi ham. Odam o'qimasa ham, lekin o'shanaqa narsa bo'ladi, unda qobiliyat. Masalan, mana qarang, Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'qish yozishni bilmaganlar, she'r yodlamaganlar, she'r yozmaganlar, she'r aytmaganlar. Va ma'allamnahu she'r degan Alloh. She'rni u kishiga ta'lim bermadik. Lekin hadislarda qarang qanaqangi bir ravon. Shoirlar she'ridan-da daqiq. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Utitu javami'ul kalim." Jomiy kalimalar berildi menga deganlar. Ya'ni shu qisqagina so'z bilan shu ko'p ma'nolarni ifodalaydilar, joyiga tushirib qo'yadi. Hadislar shunday maqsadni to'g'ri ifodalab beradi. Asli Rasululloh o'qimaganlar umuman adabiyot, she'r degan narsani. Lekin o'sha narsa arablarda qon-qonida bo'lgan-ku. O'shandan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham shunaqangi ravon so'zlash o'tganda, ya'ni jomiy kalimalar bilan so'zlash, hatto o'sha she'rni bilmasalar ham. Shunga o'xshash aytmoqchimanki, ba'zi odamlarda o'zi shu narsa bir qonida bo'ladi. Tug'ma iste'dod bu. Va bunga albatta endi qonda bo'ladi deganda osmondan tushib qolmaydi. Uydagi muhit rol o'ynar ekan shunga. Ya'ni ota-onani holati, ota-onani gapirishi. Masalan, siz aytyapsizki, badiiy asar roman o'qiganmisiz? Yo'q, men hech qachon unaqa roman asar o'qimaganman. Eng yomon ko'rgan fanim maktabda adabiyot edi. Umuman hatto baho oladigan darajada o'qimasdim adabiyotni. Lekin o'qituvchilar boshqa fanlar o'qiganim uchun boshqa fanlarni yaxshi o'qiyapsan deb, bunga ham adabiyotga ham 5 baho qo'yib berardi. Lekin eng yomon ko'rgan fanim shu adabiyot bo'lgan. Lekin meni onam shunaqa har bir gapga bittada maqol keltiradi. Shunaqa xususiyat bor onamni. O'shanda men esimni taniganimda shunaqa ulg'ayganman. Hamma narsada bir maqol esimga kelaveradi. Shuning uchun aytayapmanki, uyda o'sha farzandlarga ota-onaning gapirish uslubi bunga ahamiyati bor. Uni kitob o'qittirib, boshqa qilib yodlashdan ko'ra mana shu qobiliyatni rivojlantiradi. Uydagi o'shanaqangi uslub gaplashishda, ya'ni. Masalan, bir xato ish qilib qo'ysa, bitta xatoga tegishli maqol keltirib turish yoki to'g'ri ish qilsa to'g'riga maqol keltirish, qiziqarli narsa bo'lsa kuldirib maqol keltirish. Hammasi mana shuni o'zi ota-ona buni qilish kerak farzandlarga. Masalan, qaysimiz o'zimizni tilimizni lug'at yodlab o'rganganmiz? Hech qaysimiz o'zimizni ona tilimizni lug'at yodlab o'rganmagan-ku biz. Bilmaymiz qanaqa o'rganib qolganmiz, to'g'rimi? O'sha tilimizni, ona tilimizni. Onamiz, otamizdan eshitganmiz, akamiz, opamizdan eshitganmiz, shu tilda gapiryapti, shu miyamizga o'rnashgan shu yoshligimizdan. O'zimiz ham bilmaymiz qanaqa o'rganib qolganmiz. Hozir siz aytayotgan mana bu narsa ham shunaqa bo'ladi deyapman. Birinchisi asli shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni odam o'zi uyda bundan o'sha ona tilini o'rgangandek o'rganish kerak. Uchun ota-onada ham o'sha narsaga gapira olish qobiliyat kerak. Endi agar kimdadir mayli o'shanaqangi muhit bo'lmagan bo'lsa, endi mana bu ikkinchi uslub, uki o'shani endi kitoblardan boshqadan o'rganish kerak bo'ladi. Bu ozroq qiyinroq albatta. Chunki odam suyagi qotib bo'lgandan keyin bu narsalarni o'rganish o'zi bir yangi til o'rganishdek gap. Ikkinchidan o'rgangandan keyin uni tatbiq qilish ham bir qiyin narsa. Masalan, ko'p odamlar bir begona tilni o'rganadi-yu, lekin gapira olmaydi-ku unda. Tushunadi, lekin gapira olmaydi o'shani. Bu ham shunga o'xshab qoladi ko'pincha demoqchiman. Adabiyotlardan, romanlardan bir nimalarni o'qib, maqollarni yodlab olaverasiz. Lekin o'sha gapirish asnosida kelmaydi-da, misol bo'lib. Ana shu muammo paydo bo'ladi. Endi bunga esa ko'p o'sha narsani ustida ishlash bilan erishiladi. Bu juda endi mehnat talab qiladi odamdan. Mayli nechdan ko'ra kech degandek shu narsalarni kimdir da'vat uchun o'rganmoqchi bo'lsa zarari yo'q. Lekin buni bir eng oxirgi darajalarga qo'yish kerak. Hali o'zining dinini to'liq o'rganib olmay turib, Qur'on sunnatni o'rganmay turib, Qur'on sunnatdagi ana o'sha zarbul masallar, jomiy kalimalar, bir ichiga ko'p ma'noni oladigan so'zlarni o'rganmay turib, bu narsaga bosh qotirish avlaviyatdan deyilmaydi. Ya'ni birinchi darajalik birlamchi narsa emas. O'zi Qur'on sunnatni o'rganing. Alloh o'zi ochadi sizga o'sha narsalarni, keyin bu
bir marta kitob o'qish bilan yoki ana shunday u yoqdan bu yoqdan eshitib qolingan narsalar bilan bu ochilib ketadi o'z odamda, ya'ni. Muso alayhissalom shuni Allohdan so'raganlar-ku, Robbi shrahli sadri va yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bag'rimni och, tilimdan bog'ichni yech deganlar. Ana shu bog'ich yechilib ketsa odamning tilidan bu narsalar o'z-o'zidan miyadan kelaveradi. Mo'minning tilida farishta gapiradi. Farishta gapirgandan keyin o'z tilizdagimi, boshqa tildagimi o'sha jomiy narsalarni inson tiliga olib kelaveradi farishta, ya'ni. Allohu alam.